Anlasamlık koymasını müşahede oturaydı icardaydı o. Nereden bulmuş pulunu alaylıcı mı? Bilgen pulunu amma hiç ketmeymişti mi Yılmaz? Aça eşkini koymuşsun. İşko çıkan o. Acayip bir hayacan edemcimiz siz. Adam var mı? Adam var mı? Adam var mı? Kim o? Adam bulmay men ko'zimlar boshqa narsa ko'rgan odamdim. Voy kechiring. Elippada bir qo'ymichi mo'sh qo'radi ijarib o'tiryotdi da'vatdi. Ha, o bo'lma. Hamma yandik uyda. Ha, ma ekanda. Rahmat qizim ha. Hey, qo'ymichi chiqa. Hey, o uyda emas. O qo'ttanning yandik uyda o. Ha, ajabmi to'l keldi bular. Kunda 5-6 so'm kelamdi. Bu kalanda koymacılar kılayır, müşkün kaptı da. Vay 5000 ko'p pulga o'sha sening puling. Voy xotirjam bo'la 26 chislab berib o'tma. Ha. Voy chantaq yo'q berib o'tma. Ma'qul a? Xo'sh. Hey! Uy! Ha, kim o? Kim o deydi ama koymacı? Ikisini aldı da sana pul verip durgan sarang ben. Tanımadın mı? Voy tondim akka, tondim. Ha, qani, uy kiringlar. Yatadığın yayran yok, müşkünü kapsan da. Tekrar kırınglar uyga dep koydu. Nere uy bunun? Nari uy emas aka. Mana o yotoq uyam. Mana mening mehmonxonam. Ha, kirish bo'ladimi bu mana qo'ymobdan? Munch-puncha o bu taraq-turuq. Kirjudag'a yalarim aning ichida. Hey, quruq gapni qilmay pulni bergin-a. Açıqlanmang aka. Bir aldılan ben mehmonxonaga kirib paranglashayli. Ma teshida sat turdi. Qani o'tinglar ustiga. Sen sat oluşunu bildiğin neymişsin? Ha, gapga kelsak 10 ming so'm pulim qani? Ha aka, o pulingiz. Ama choy qo'yay desam aka, men uyda suvmi yo'q, to'g'ri tushuningizmi? Gitme yutmay pulning gitini qilmamsa? Voy pul topganda beraman da. O men bu odam-ku. Bu adamda 2 yılın orang tapdık, 2 yılın 10 kere tapmadın mı? Abiyam tıkakның 5 ming so'm pulni 26 chislab bermay da'vatding ku. Oshta dedim şu. Haqninkini berdiğin gibi, bizninkini berdiğin yok mu? Hep belli. Men ularga manchinchi oyning 26'sı berma demedim. Demek, men ma'lum yilning, ma'lum oydagi pul topgan vaqtimning 26-hissasi ularning pulini bera olaman. Yılmaz, yaman qalqib ketgan nima bu? Sen jim turib tur. Oldi emas. Meninkini berib versang bo'ladi, tepka boshda. Asli siznikini qo'yib beribsan bo'ladi aka. Lekin men sizdan burunmi olgan qarz pullar bor. Daq bir ücreti bilan keladi-ku. Bu biz qarz oluvchilarning prinsipi aka. Ücret bilan keladigan ishda buningda. Bugun beramaysan. Yo'q, beramayman. Bugun seni berdi biz shuncha jiroqdan keldik. Bo'lmasa buni saqchiga ma'lumlik qilayli. Saqchiga ma'lum qilsangiz, akirib ketdi aka, shu boshqa ish yo'q. O sizning 10 ming ko'p pulki, boshqalarning bor 400 minglab pullari bor menda. Pokkada eshagi kirkitib, chiqolmay qolsam, 10 ming ko'p pulingizni kimdan olasiz aka? Sen bizi qo'rqoq sevatamsa, biz orani sep yatamiz. Sen qachon pulni bersa, shu vaqt biz darvozadan chiqamiz. Tashlali qilayli bo'ldi. Yotqan ko'panglarni tayyor akapsizlar aka. Yatamaysanlar mehmonxona mana. Uyda yatamaysanlar uy ana. Endi oldinlar deb qo'ydigan gapim, mayliq ijorini bermagan. Xapamay uyning egasiga 300 ko'p pulinglar bo'lsa berib tursanglar, men pul topgan vaqtimda 10 ming ko'p qitib berib o'tdim. Bu kazapning pul tutmaydigan o'xshaydi. Unda bo'lsa-mi uyda qo'lga chiqadak ning bo'lsa ip ketaylik. Qo'pay. Bak gilamni o'sma kitma bugun. Mening emas aka, bu uy egasiniki. Yılmaz, bak chidirni o'sma ketaylik. Voy tunugun og'illarim yo'qlab kelibdi-ki, 1 kunlik ijaraga olgan chidir umi. Bu qalandada issiqchandan boshqa hech narsa qolmabdi-da. Ha Yılmaz, men hozir kiyim-kechaklarni men parcha turdi-ku. Voy kir kiyimlar juma bu. Menda qichiqaq va birasini kiyib, qichiqaq yuqib qolsa men emas qilib. Uningda qichiqaq bor deydi, kiyimlarni tashlab, bu qalmoq baribir kirjilmaydigina, men parishni o'sib ketib ketaylik. Ya. Undan sonra biz ketdik. Bir necha kundan keyin kelamiz, juma. Parishni o'sim ip ketdi.